yutqizgan pulimni qaytarib olaman deb 500 million pulga tushib o'tirgan 22 yoshli bola haqida bugun gaplashamiz. Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Qozog'istonlik yosh tadbirkor 22 yoshida oldindan shu qimor o'yinlari stavkalar qilib yurgan, yutqizib yurgan va yutqizgan pulimni qaytarib olaman deb bir oy mobaynning ichida 500 million qarzga kirib ketgan. Bu yigit Qozog'istonlik yigit, yosh tadbirkor, oyiga 2 million tanga topadi. Ya'ni 2 million tanga ham bu oyiga 50 million so'm degan gap. U bir kuni mana shu yaqin kunlarda kecha 2-3 kun oldin bo'lib o'tgan Liga Chempionlarida ko'rib o'tirib 1 million tanga qo'yadi. Ya'ni 25 million pul tikadi. Shu 25 million pulni yutqizgandan keyin shu pulni joyiga qo'yib qo'yaman, qaytaraman deb o'ynashni boshlaydi. Kredit oladi Kaspidan. Uni ham yutqizadi. Bir oy mobaynida shu biznes ham ketyapti, yaxshi bo'lyapti. Biznesidan bo'lgan foydani pullarga stavka qilib yutqizmoqda va tanish bilishlardan qarz olib shu 500 million, ya'ni 20 million tanga bir oyning ichida yutqizib yuboradi. Va nima qilishini bilmay psixologlarga murojaat qiladi. Mana shu yaqin kunlarda may oylarida nikoh to'yi, ya'ni uylanish kerak bo'ladi bu bola. Shu nima qilishni bilmaydi. To'yni bekor qilaymi yoki o'zini nimadirlar qilib shu o'yindan qanday qilish deb muammo, stress holatlarida yuribdi. Bu bilan men nima demoqchiman? Shu hozir siz stavka qilyapsizmi? Qimorbozlarni, stavka qiluvchilarni, kazino, onlayn kazino o'ynayuvchilarning eng katta xatosi shu vaqtida to'xtatmaslik. Shu vaqtida to'xtatmasdan shu pul yutqizadi, yutqizgan pulni qanday qilib ortga qo'yib qo'yaman, joyiga qo'yib qo'yaman deb shu o'ynashni boshlaydi va yana yutqizishni o'zini boshqara olmay qarzlar olishni boshlaydi. Faqat shu xayoli, miyasi qimor ichida bo'lib qoladi. Qarzdorlik botqoqiga kirib ketadi. Shu vaqtida xulosa qiling, vaqtida to'xtating. Hozir o'ynab turibmisiz? Siz ertaga buni fojiasi katta bo'ladi. Qarzdorlik botqog'iga tanish bilishlar, hammadan qarz olib munosabatlarni buzib tashlaysiz. Hozir vaqti kech emas. To'g'ri, katta summa yutqizgan ko'pchilik inson shu hozir o'ynab turibdi. Balkim endi boshlagandir, hozir to'xtatmoqchidir. Xulosa qiling. Bu narsa boshida yaxshi tuyuladi. Kecha indin meni kommentariyamga bitta inson yozgan ekan. Qimorni o'ynab biladi. Men hozir plyusdaman. Men har doim yutuqdaman debdi. To'g'ri, inson o'zini boshqarib bilishi mumkin. Yutib yurgan bo'lishi mumkin. Bu ham bir kimnidir omadi bo'lishi mumkin. To'g'ri, yutib erta indin baribir azart degan narsani yenga olmaysiz. Nafs balosi yomon bo'ladi. Shu hozir o'ynab turibmisiz? Ertaga nima bo'lishini siz ham bilmaysiz. Ertaga Allohga shukr, mana sog' omon uyg'onib turibmiz. Ertaga balkim sizdan bo'lmasa farzandlaringizdan qaytishi mumkin. Halollikda kuchli gap ko'p deydilar. Va bir hozir yutib yurgan bo'lsangiz, shu yutgan pulingizni bir yaxshi narsaga ishlatasiz deb o'ylamayman. Chunki oson kelgan pul oson ketadi. Men o'zim ham o'yin paytida ko'rganman. Bemalol soniyalar ichida yutamiz. Misol, yo'q joyda $1000 pul yutgan bo'lsam ham, shu $1000 pulni oson keldi, tez ketganmanda shu narsalar. Yukmagan menga, to'g'risini aytaman. Ko'pchilik hozir shu kommentariya yozib o'tirgan odam ko'rishi ham mumkin, yana kommentariya yozishi ham mumkin. Odam o'zini boshqara olishi kerak. To'g'ri, odam o'zini boshqara oladi, yutadi. Ertaga bu sizga yukmasligi mumkin. Baribir halollikda gap ko'p deb aytishadi. Halol mehnat qiling. Vaqtida to'xtating. Hozir yutib yurgan bo'lsangiz ham tan oling, bo'ldi. Siz bo'ldi, g'olibsiz deb o'zingiz g'olibman deb shu o'yindan chiqing. Halol mehnat qiling, maslahatim.
Endi men nima demoqchiman? Qimordan chiqmoqchi bo'lgan insonlarga, shu qimordan aziyat chekkan insonlarning yaqinlariga shu videoni tashlab qo'ying. Vaqtida xulosa qiling, tan oling, o'yindan chiqsa bo'ladi. Faqat buning uchun sabr, vaqt kerak bo'ladi. Shapka profilda Telegram gruppamiz bor. Gruppaga murojaat qiling. U yerda qimordan chiqmoqchi bo'lgan insonlar, qimordan chiqqan insonlarning fikrini eshiting, o'zingizning fikringizni, savollaringizni bering. Bu ko'pchilik bilan bir mulohaza qilib, fikr almashib, shu o'yinni tark qilishda yordam beradigan maslahatlarni olishingiz mumkin. O'zingiz haqingizda yozing, ma'lumot ayting. Keyingi video siz haqingizda bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda yangi kameraga pul yig'moqdamiz. Videolarimiz sifatli bo'lib chiqishi uchun o'z hissangizni qo'shing. Ko'rishguncha.